Soch qanaqa olamiz Sharif aka? Sochni endi chiroyli qilib mana shu orqaga haligi bir taraf chiroyli qilasiz. Dilmurodjon, men siz oldingizga kelishdan oldin mana shu 3 ta jarrohlik operatsiyasini amaliyotini boshimdan o'tkazdim. Siz ko'rayotgan bu soch aytganlik gapga kiradigan soch edi. Endi sizni yordamingizga muhtoj bo'lib qoldi. Siyraklashgandan keyin endi o'zingiz sal buni tartibga solib, buni chiroyli qilib bir rangi bo'yini deganday o'zingiz kelishtirmasangiz bo'lmaydi. Asosan shu orqaga tarab yurasiz-da siz? Ha, asosan orqa. Unaqa stilni umuman o'zgartirish shart emas, shuni moslab. Ha. O'sib ketdi-da sochingiz. Men buni siz uchun sozladim, bilasizmi? Dilmurodni oldiga boramanda, "Voy, sochingiz kalta ekan" desa, yana bir yoqqa chekinib yurmagay deb shunday qilib keldim. Ortiqchasini olib tashlaysiz, o'zingizga moslaysiz. Aka Sharifni chiroyli qilib muxlislarga sozlaysiz. Mana sochingiz o'sib ketgani uchun orqa tomonlari ham ancha pachoq bo'lib qolibdi-da, uzun bo'lib ketganiga. Shuning uchun bu yoqlarni ham kelishtirishga harakat qilamiz. Soch qancha uzun bo'lsa, pachoq bo'lib qolaveradi-da. Shu tomonlarni ozgina to'g'irlab, forma beramiz. O'zgarishga tayyormisiz? Tayyor. Ha, baraka toping. Qanday bo'ldi? Men o'zim tanimayapman-ku Dilmurodjon, nima qilib qo'ydingiz siz? Ey, qo'lingiz dard ko'rmasin. Ey Dilmurodjon, na qilsang ham san qilding deb qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zingizga yoqqanidan xursandman. Juda. Yo, ey, men o'zim tanimayapman. Bu endi men bu hech tasavvurimda yo'q bir. Mana endi bu akani qarang-da endi. Bu aka emas, bu yigitcha bo'ldi bu. Yigitcha. Ming rahmat. Salomat bo'ling. Otangizga rahmat, onangizga rahmat. Men xursandman. Ana shu muxlislar ko'rib, zo'r, chiroyli bo'pti deb qilgan duolari sizga to'g'ri yetib kelsin, Xudoyo. Sog' bo'ling. Ming rahmat.